qanday qilib birinchi pullarni ishlab topib va birinchi pullar yo'qotgan haqida. Birinchi pullar ishlangan 7-sinfda. 7-sinfda menda shunaqa istak bo'lganki, magnitofon olaman deb. Keyin buni qilgin, bu yoqqa borgin deb bizga buyruq berishardi. Shunday qilib ularga e'tibor berardim aytaman. Dedim, aha, o'qigani yaxshi ekan-da. Shu o'qigan odamlar mana shunaqa qilib miya bilan ishlar ekan-da. Ular topshiriq beradi, ular top-toza kiyimda yurishadi deb mana shu yerda men o'zimga aytdim. Men demak o'qishim kerak. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Ravshan Behoniyoz. Men o'z hayotimda, yoshligimda qanday qilib birinchi pullarni ishlab topib va birinchi pullar yo'qotgan haqida gapirib bermoqchiman. Birinchi pullar ishlangan 7-sinfda. 7-sinfda menda shunaqa istak bo'lganki, magnitofon olaman deb. Magnitofon olaman deb tekstil fabrika, bizning yonimizda tekstilni kombinat bo'ladi, fabrika. Shu yerga adam bilan gaplashib, rahmatlik bilan Adil Kadrov qo'shnimizda o'ris xotin o'shani gaplashib ishga kirgizganman. Smaschik bo'lib. Smaschik deganda bilasizlar, katta kombinat, zavod, paxtani obработка qiladi, qayta ishlab chiqaradi, chang. Hamma yoqda chang bo'ladi. Odamlar ishlayotganda shu chang yutmasligi uchun ularni og'izlarida anaqa bo'ladi, protivogazga o'xshagan narsa. Biz yosh yigitlar nima qilishimiz kerak edi? Mana bunaqa shprits bo'lardi. O'sha stanoklar ichiga bar paxta kiradi, chang o'tiradi. O'shalarni smaska qilish kerak edi. Chunki o'zaro ishlab turgan detallar qatib qolmasligi uchun har kuni smaska qilish kerak edi. Mana shu yerda ishlaganda yurardi yosh yigit qizlar xalatlar kiyib, top-toza kiyimda. Men o'shanda havasim kelardi. Biz ertalab kelishimiz kerak edi, ishlashimiz kerak edi, smaska qilishimiz kerak edi. Keyin buni qilgin, bu yoqqa borgin deb bizga buyruq berishardi. Shunday qilib ularga e'tibor berardim aytaman. Dedim, aha, o'qigani yaxshi ekan-da. Shu o'qigan odamlar mana shunaqa qilib miya bilan ishlar ekan-da. Ular topshiriq beradi, ular top-toza kiyimda yurishadi deb mana shu yerda men o'zimga aytdim. Men demak o'qishim kerak. Men bilim olishim kerak degan qarorga keldim. Mana bu eng asosiy birinchi mana fikrlashim o'zgarishi bo'lgan. Undan keyin men gapirib bergandim, Moskvaga borib o'qigandan keyin fikrlashim o'zgardi 180 gradusga. Ilgari men faqat yollama ishchi bo'lib yurardimda, 180 gradusga. Umuman boshqa odam bo'lib keldim Moskvadan. Kelib birinchi kun ariza yozib, ketaman ishdan. Qayerga ketasan deb bosh direktor so'raganim, aytganman, xususiy biznes ochaman. Keyin birgalikda ochaylik. Mana senga traktor, bitta T28 traktor bor edi. Kollektivniy предприятие deydi. TKC Infcom Texcenter. Mana bizda 28 ta zavodlarimiz bor. Ularga sen mana shu kerakli narsalarni ta'minlab olib kelib bergan, hal qilgan. Chunki o'sha paytlarda bir narsa topish qiyin edi, juda ham topish qiyin. Bo'ldi deb kelishdik. Men direktor bo'ldim, firmani ochdik. Firmani ochgandan keyin endi odam izlanishda bo'ladi. Qozog'istonda tanishim, og'aynim birga o'qigan yigit o'sha zavodda ishlardi. U katta ketdi, aytdi, "O, bratan," dedi, "mana mamda biz DSP ishlab chiqaramiz. DSPni olib mana xohlasang men senga qilib beraman, bir og'iz gap, direktorning bir og'iz gapimda hammasi qilib beradi." Bo'pti dedimda, bordim. Qozog'istonga, Chimkentga bordikda shartnoma tuzdik. Endi men o'rganganman, shartnoma tuzdik, u bilan tuzdik, direktor bilan qo'l qo'ydikda boshlandi. Men birinchi bo'lib ularga traktorni olib borib berdim. Keyin ulardan DSPni olishni boshladim. Kontrakt zo'r. Ishlab topadigan bo'lsam, pullarni hisob-kitob qiladigan bo'lsa, juda ham katta pullar. Shunday qilib kontrakt bo'yicha ishni boshladik. DSP birinchi partiya Toshkentga olib kelib sotildi, ikkinchi partiya, uchinchi partiya, beshinchi, oltinchi partiya bu yarmi hali bo'lmasdan to'xtatib qo'yishdi. Men bordim, aytdim, og'aynimga nima bo'ldi desam, bilmadim, shefning oldiga kirib ketaman dedi. Kirib, shefning oldiga kirgandan keyin shef aytdi, "Men boshqa bermayman." Aytdim, "Qanday bermaysiz? Mana buni narxi, masalan, 10 ming. Buni narxi men olyapman 2 ming, 3 mingga faqat. Qolganini olmaganman. Bilganingni qilgin" dedi.
keyin men ularga endi yuristni ishga tushirdim, xat yozdim. Xat yozgandan keyin ular mensimayapti. Har xil davlat og'ayni bitta labzi bada bergan, chetga chiqib ketdi. Men bilmayman, og'ayni bilmayman, anaqa qilaman dedi. U direktor qozoq kishi bermayman deb turib oldi. Shunday qilib men sudga beradigan bo'lsa, qonunlar bo'yicha Qozog'iston. Endi o'sha paytlarda davlatlar alohida Qozog'iston, O'zbekiston bo'linayotgandi, valyuta har xil. Shunday qilib mana shu yerda meni endi kidat qildi deymiz-ku. Molni bermadi. Men yutqizmadim. Men planni rejalashtirgan planim bo'yicha pulni ishlab topmadim, yo'qotmadim, lekin mana shunaqa meni aldashdi. Qanday xulosa chiqardim? Demak, birinchi xulosa, hech qachon og'zaki gapga ishonish kerak emas. Kim bo'lish qat'iy nazar. Og'ayningiz bo'ladimi, akangiz bo'ladimi, tanishingiz bo'ladimi? Bu og'zaki va'dalar. Chetga chiqib ketdi, men bilmayman, shasi og'ayni deb turib oldi. Ikkinchi, shartnoma tuzganda albatta shunaqa tuzish kerakki, pulni 100% to'lash kerak emas. Oldin mahsulotni berish kerak emas. Mana biz yaqinda 1,5 million dollarga kontrakt tuzdik, O'zbekiston, Qozog'iston. O'zbekistonda olib ketyapmiz o'sha temir yo'l zavodi ishlab chiqaradigan vagonlar uchun Qozog'istonga kontrakt qanaqa tuzilgan? Mana qaranglar. 15% pul to'laymiz. 15% pul to'lagandan keyin mahsulot tayyorlanadi O'zbekistonda. Tayyor bo'lgandan keyin bizning mutaxassislarimiz, biz 5 ta 6 ta odam olganmiz, tekshirib joyda tekshirgandan keyin bu mahsulotni qabul qilishadi va Qozog'istonga xabar berishadi. Mana biz mahsulotni qabul qildik. Sifati bo'yicha, talab bo'yicha javob beryapti. Vagonga tayyor. Bo'ldi. Undan keyin qolgan pullar 50% gacha pullar o'tkaziladi. O'tkazilgandan keyin bular dokumentlarni tayyorlaydi, zatamoshka qiladi. Zatamoshka qilgandan keyin mahsulotni ortadi vagonga. Vagon chegaradan chiqquncha mana biz to'lamaymiz. Chegarani borgandan keyin bizga dokument keladi. Chegarada vagon deb. Chunki biz kontrakt tuzganda SIP Almaty emas, FSA, demak chegara. Chegarada biz qolgan pullar 100% emas. Qolgan yana 20-30% pul to'laymiz. To'langandan keyin mahsulot Qozog'istonga yetib borgandan keyin, Pavlodarga yetib borgandan keyin biz qabul qilib, akt tuzib, sifatli bo'lsa qabul qilamiz, sifatsiz bo'lsa akt priyomki bor, vходной kontrol degani bor. Qabul qilgandan keyin qolgan pullarni to'laymiz. Agar sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, biz reklamatsiya yozamiz. Reklamatsiya yozib, xat yoziladi, mana sizning mahsulotingiz sifatsiz deb. Ko'p mahsulot mana shu sifatsiz bo'lgan Qozog'istonda qabul qilganimizda ularga xat yozganmiz, shunday qilib mana shu kontrakt bo'yicha ko'p anaqa tortishuvlar bo'lgan. Mana shunday qilish kerak edi. Menda bu bilimlar yo'q edi. Keyin mana ikkinchi, uchinchi kontrakt qilgandan keyin tajribaga ega bo'lib shu narsani bildim. Mana bu birinchi xatolarim, mana yo'qotgan pullarim. Endi gapni ochig'i million dollarga kontrakt edi, katta pullar edi. Chunki DSP olgandan keyin buni bir necha barobar sotib yaxshi pul qilsak bo'lardi, lekin endi daromad olganman, foyda oldim. Bunaqa lekin yo'qotish bo'ldi. Mana shunaqa holat bo'lganman. Birinchi meni yo'qotish pullarim. Qanday tavsiya qilaman? Birinchi navbatda moliyaviy savodxonliklarni oshiringlar, bilimlarga ega bo'linglar. Qanaqa bilimlarga? Endi eng asosiy narsa pullarni qonunlarini bilishimiz kerak. 5 ta pullarning qonuni, hamyonning oshirishning 7 ta usuli. Undan keyin bitta ish qilishdan oldin maslahatlashinglar. Mana shu ishni qilgan odam bilan maslahatlashib, bu odam sizga o'zini fikrlarini aytgandan keyin shu fikrlarga quloq solinglar va albatta kontrakt tuzganinglarda yozma ravishda bo'lish kerak. Yozma ravishda nafaqat qog'ozda, iloji boricha audio fayl, o'sha paytda yo'q edi, video fayl
javobgarliklarni konkret yozib chiqish kerak. Nimaga? Chunki bugun biz mana shu sherik bilan ishlayapmiz. Bugun biz do'stmiz. Ertaga oramiz agar tushunmovchilik bo'lsa, oramiz buziladigan bo'lsa, biz dushman bo'lamiz. Eng ashaddiy dushman bo'lamiz. Chunki o'rtada katta pullar bor. Pulni bermas uchun odamlar zakaz qilishi mumkin, o'ldirishi mumkin. Mana ham bir necha marta o'ldirmoqchi bo'lgan odamlar. Nimaga? Chunki pul to'lashni xohlamagan. Shuning uchun albatta moliyaviy savodxonlik, moliyaviy bilimlarga ega bo'linglar do'stlar. O'shanda siz kamroq pul yutqizasiz, kamroq pul yo'qotasiz va tezroq muvaffaqiyatga erishasiz. Chunki bir kun pul yo'qotdingizmi, bu pullarni yana ishlab topish uchun bilasizmi, qancha yil vaqt kerak bo'ladi. Mana shunaqa men tavsiyam do'stlar, salomat bo'linglar. Agar ko'proq bilimga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada bilim deb yozinglar. Marhamat, biz siz bilan bog'lanamiz. Albatta, men sizlar bilan bepul maslahat, 1 soat vaqt ajratib, bepul o'zimni fikrlarimni sizlarga berib, yordam beraman. Salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ravshanbek Xoniyaz.